Sug'uraqnayda qon ketishning diagnostik usullaridan mana shu orqa miya suyuqligini tekshirib chiqamiz, ya'ni likvor suyuqlikda. Sug'uraqnayda qon ketish o'tkir fazasida qonning aniq aralashuvi bilan kechadi. Bu aralashma 3-6 soatdan so'ng aniqlanadi. Keyinchalik odatda 3-5 kundan so'ng ksantxromiya rivojlanadi. 3 haftagacha yoki 1 oygacha davom etishi mumkin. 3 kundan keyin neytrofil pleotsitoz aniqlanishi mumkin. 5-6 kunda limfotitlar soni oshadi. Likvorda eritrotsitlar insultdan keyin 4-19 kungacha aniqlanadi. O'rtacha 9 kunda olamiz biz. Likvor suyuqligida bitta leykotsit 700 ta eritrotsitga to'g'ri keladi. Va 1 kub millimetr 1000 ta eritrotsit 0,1 gram litr oqsilga teng bo'ladi. Birinchi hafta davomida likvor suyuqligining odatda qand miqdorida likvor suyuqligidagi qand miqdori o'rtacha darajada pasayadi. Qon ketishdan 2-4 hafta o'tgach likvor suyuqligi mononuklear pleotsitoz oshadi. 3-4 haftadan so'ng limfotitlar pleotsitoz 1 mikrolitr uchun 150 tagacha ko'tarilish ehtimoli bor. Angiografiya ma'lumotlari bosh miya qon tomir anevrizmlarini aniqlashda eng ma'lumotli hisoblanishi bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.